Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Qazo namozlarga oid masalalar. 382-savol. Qazo degan nima? Javob. Qazo belgilangan vaqti chiqib ketgan ibodatlarni keyin o'rindash demakdir. Musulmon kishining namozlarni vaqtida ado qilishiga ahamiyat berishi nihoyat muhim bo'lgan bir diniy majburiyatdir. O'zdirsiz turib namozlarning vaqtini keyniga surish gunohdir. 383-savol. Namozlarni kechiktirishning o'zirlari qaysilar? Javob. Uyqu yoki unutilib qolganlik sababdan vaqtida o'qiyanmagan namozlarning qazosini uyg'ongan yoki esiga olgan hamon o'qisa qazo qilganlikning kechiktirilganlikning gunohi afv qilinadi. Chunki uyqu yoki unutish o'zirlari shariatda e'tirof qilingan o'zirlardir. Ammo namozni qasdan, ya'ni g'ururlik, dunyo halakchiligi, namoz vaqtiga ahamiyat bermaslik sababidan qazo qilib o'qigan kishi gunohkor bo'ladi. Biroq o'qigan namozi ado topgan bo'ladi. 384-savol. Namozning kechirim qilinishiga turtki bo'lgan o'zirlar qaysilar? Javob. Oylik odatini ko'rayotgan hayzdor va tug'utning qinidan poklanib bo'lolmagan nifoslar ayollardan namoz kechirim qilinadi. Keyin qazosini o'qimaydi. Shundaqla amdili musulmon bo'lgan kishi uchunmi burun kofirlik oldida o'qimagan namozlarning qazosi yuklanmaydi. 385-savol. Qazo namozlar qanday o'qiladi? Javob. Qazo namozlar mayli safar ustida bo'lsin, mayli muqim o'z yurtida bo'lsin, qazoga qoldirgan vaqtdagi usuli bo'yicha o'qiladi. Masalan, safar ustida o'qimay qazo qilgan namozlarni muqim holatida o'qimoqchi bo'lgan kishi bu namozlarni safardagi usuli bo'yicha qasr qilib, qisqartib, 4 rakatlik farz namozlarni 2 rakat qilib o'qiydi. Agar muqim holatida qazo qilgan namozlarni safarda o'qimoqchi bo'lganda 4 rakat qilib to'liq o'qiydi. Qazo namozlarni o'qish tartibi. 386-savol. Qazo namozlarni o'qishning tartibi qanday? Javob. Qazo namozlarni o'qishda qazo namozlar bilan shu vaqtning namozi o'ttirsidagi tartibga rioya qilinadi. Ya'ni avval ustimizdagi qazo namozlarni o'qib bo'lib, ondan shu vaqtning namozini o'qishimiz kerak. Masalan, birov bomdod namozini vaqtida o'qiy olmagan bo'lib, uning qazosini peshin vaqtida o'qimoqchi bo'lsa, avval bomdodning qazosini o'qib bo'lib, ondan keyin peshin namozini o'qish kerak, ya'ni vojibdir. 387-savol. Qazo namozlarni o'qish tartibi qaysi ahvollarda amaldan qoladi? Javob. Tartib tuvandagi 3 holda amaldan qoladi. 1. Qazo qilingan namozlarning soni vitrdan boshqa 6 vaqtga yetib qolgan bo'lsa, ya'ni bir kunlik 5 vaqt namozning hammasi, yana atining bir vaqt namozi bo'lib, jami 6 vaqt namoz yoki uningdanmi ko'p namoz qazo bo'lgan bo'lsa, tartib amaldan qoladi. Bu namozlarni qachon xolsa shu vaqtda o'qib ado qilsa bo'laveradi. 2. Vaqtning torligi, ya'ni shu vaqtdagi namozning vaqti qazo namozlar bilan shu vaqtning namozini o'qishga tor kelsa, qazo namozini o'qimasdan avval shu vaqtning namozi o'qiladi. Qazo namozni xolisa shu vaqtning namozidan keyin yoki boshqa bir vaqtda o'qisimi bo'ladi. Masalan, peshin namozining oxirgi vaqti bo'lib qolib, peshindan avval qazo namozlarini o'qib, ondan peshin namozini o'qisa vaqt yetishmaganlikdan namozning vaqti kechikib ketib, o'qimoqchi bo'lgan peshin namozini qazo qilib qo'ymaslik uchun tartibga rioya qilmasdan avval peshin, ondan qazo namozlari o'qiladi. 3. Unutish, ya'ni shu vaqtdagi namozni o'qiydigan chaqda ustimizda qazo namoz borligini unutib qolganlikdan avval qazoni ado qilmasdan shu vaqtning namozini o'qigan bo'lsak, namoz durustdir. Tartib amaldan qolgan bo'ladi. Qazosi o'qiladigan namozlar. 388-savol. Qaysi namozlarning qazosi o'qiladi? Javob. 5 vaqt namozning farzlari, vitr namozi va bomdod namozlarining sunnatining qazosi agar farzi bilan birga qazo bo'lgan bo'lsa va peshin vaqtigacha o'qimoqchi bo'lsa o'qiladi. Ammo juma, eid, jinoza namozlari va 5 vaqt namozning sunnatlarining qazosi o'qilmaydi. Qazo bo'lgan namozlarni namoz o'qish ma'ni qilingan vaqtlardan boshqa kech kunduzning qaysi bir vaqtlarda o'qishga bo'ladi. 389-savol. Namoz o'qimay o'lgan kishining qaysi holatdagi namozi kechirim qilinadi? Javob.
Kesel kishi yatgan yerida beshi bilan imo ishorat qilib bo'lsa-mu, namoz o'qishdan ojiz qolganlik tufayli namoz o'qimasdan vafot bo'lgan bo'lsa, bu kishining namoz o'qishga qodir bo'lmagan shu holatdagi namozlari afo qilinadi. Shuningdek, musofir yoki kesal kishi Ramazonda ro'za tutmagan bo'lib, musofir yurtiga qaytishdan, kesal saqishdan burun o'lgan bo'lsa, uningdan ro'za kechirim qilinadi. Bu ikki sababdan boshqa sabablar tufayli ro'za tutolmasdan o'lib ketgan kishining varislari tutuvassa yoki uning tutanmagan ro'zasining har bir kuni uchun normal darajadagi bir vaqt taom miqdorida yo'qsillarga sadaqa qilivassa bo'ladi. Namozning kafarati yo'q. 390-savol. O'qiyanmagan namozlarning kafarati bormi? Javob. Birov hayot vaqtida qaysi bir sabab bilan o'zi o'qimagan namozlarga kafarat fidya berish bilan ado topmaydi. Boshqalarning o'qib qo'yishi bilan ado topmaydi. Hanafi va Shafiy mazhablarining keyingi o'limalaridan, xususan Mavara un-Nahr o'limalaridan ba'zilari namozni ro'zaga qiyos qilib, tutalmagan ro'za uchun kafarat berish durust bo'lgan ekan, o'qiyanmagan namozlar uchun kafarat fidya basi bo'ladi deb chiqargan fatvo bo'lib, ko'pchilik o'limalar tarafidan rad qilinadi. Chunki ro'zaga kafarat berish masalasi Payg'ambar alayhissalomning hadisi orqali bekitilgan hukm. Ammo namozning kafarati haqida Qur'oni Karim yoki hadisdan dalil yo'q. Namozlarni jami qilib o'qish masalasi. 391-savol. Namozlarni jami qilish degan qanday bo'ladi? Javob. Ikki namozni oldinqisining vaqtiga birlashtirib, orqa-orqadan o'qish jami taqdim. Ikki namozni keyingisining vaqtiga birlashtirib, orqa-orqadan o'qish jami ta'xir deb ataladi. 392-savol. Qaysi sharoitlarda namozlarni jami qilib o'qishga bo'ladi? Javob. Tövəndəki şəraitlərdə namazlarını cəmiyə qılıb oquşqa болады. Birinci, hacılarning Arafatda əsr bilan peşin namazlarını peşin vaqtida, Muzdalifada Şam bilan xubtan namazlarını xubtan vaqtiga cəmiyə qılıb oqışı caiz bo'lib qolmasdan, balki sunnatdir. İkinci, yo'lovchilar namazlarning qazo bo'lib ketishidan ansirsa, birinchi namazning vaqtini bir oz kechiktirib, avval birinchisini, ondan ikkinchisini bir vaqtda jami taqdim qilib, yoki ikkinchi namozning vaqtida ikki namozni jami ta'xir qilib o'qisa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom safarga chiqqanda namozlarni jami qilib o'qigan. Tabuk g'azoti bo'lgan kunida peshin bilan asr namozini va shom bilan xubtan namozini jami qilib o'qigan. Sahih Muslim 5-tom 176-bet. 3. Kesel sababi bilan namozlarni jami qilmasa mushaqqat tortib qilishi aniq bo'lgan kishilar ikki namozni bir vaqtda o'qisa bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom Madinada peshin bilan asr namozini va shom bilan xubtan namozini xavfsiz va yomg'irsiz vaqtlarda jami qilib o'qigan. Sahih Muslim 5-tom 178-bet. 4. O'zirlik hamisha qini eqib turadigan ayollar ikki namozni bir vaqtda o'qisa bo'ladi. Suhayl qizi Sahli bilan Jahsh qizi Zaynab ikkisining o'zirlik vaqtlarida Payg'ambar alayhissalom ularni peshinning vaqtini keyniga, asrning vaqtini oldiga surib, ikki namozni bir vaqtda bir tahorat bilan o'qishga amr qilgan. Navavining Sahih Muslim sharhi 5-tom 214-bet. 5. Bola emitadigan ayol uchun bovuqining taratlaridan kiyimini hamisha yuvib bo'lish qiyin bo'lganlikdan oldingi namozning vaqtini oxirgi vaqtgacha kechiktirib, ikkinchi namozning avvalgi vaqtida ikki namozni jami qilib bir vaqtda o'qishni islom fiqhshunos olimlari durust sanaydi. 6. Suydiki to'xtamaydigan o'zirli kishi har namozga ayrim tahorat elishga ojiz kelsa, uning ikki namozni bir vaqtda bir tahorat bilan o'qishi joiz sanalgan. Buningdan boshqa qattiq sovuq yoki qattiq yomg'irli kunlarda namozlarni jami qilish joiz ko'rilgan. Biroq buning sharti agar jami qilmasa, rostila mushaqqat tortib qolsa yoki tan sog'ligiga ziyon yetadigan sharoitda bo'lsa, jami qilishga bo'ladi. Qatnash qurollari ustida namoz o'qish masalasi. 393-savol. Qatnash qurollari ustida bo'lganda namozni qanday o'qish kerak? Javob. Paraxod, kema, aeroplan, poyezd, avtomobil qatorli qatnash qurollari ustida safar qilganda namoz o'qish kayfiyati tuvandikicha. 1. Paraxod yurganda namozlarni o'ri turib odatdagidek o'qish kerak.
Chunki paraxutda bosh qiyish yoki yiqilib ketish xavfi bo'lmaydi. Chunki paraxut uyga o'xshashdir. Ikkinchi, kemada yurganda kema kichik bo'lib, o'ri tursa besh qiyish yoki yiqilish ehtimoli bo'lsa, o'ltirib o'qish joizdir. Farz, vojib, sunnat va har qanday namozni o'ltirib o'qish bo'ladi. Uchinchi, aeroplanda yurganda o'rindiqdan chiqib bo'sh joylarda o'ri turib namoz o'qishga imkoniyat bo'lsa, namozni odatdagidek o'ri turib o'qish kerak. Agar bo'sh o'rin tepilmaganlikdan yoki boshqa sabablar tufayli o'ri turib o'qishga imkoniyat bo'lmagan yoki o'ri tursa beshib qaydigan sharoitlarda o'ltirib imo ishorat bilan namoz o'qish joizdir. 4. Mashinada yurganda namozni o'ri turib o'qish haqiqatan imkonsiz bo'lganlikdan, agar namozni kechiktirsa, uning vaqti chiqib ketish ehtimoli bo'lgan sharoitlarda o'ltirib imo ishorat bilan mashinaning yo'linishiga qarab namoz o'qish joizdir. 5. Farz, vojib, ta'kidlik sunnat bo'lgan namozlardan boshqa nafliga o'xshash namozlarni o'zirsiz oldimi, qaysi bir vaqtda o'ltirib yoki ishorat bilan o'qish joizdir. Biroq savob jihati farqli bo'ladi. O'ri turib o'qigan namozning savobi o'ltirib o'qigan namozning savobidan ortiq bo'ladi. Namozning turlari. 394-savol. İslamda qancha turlik namoz bor? Javob. İslamdagi namozlar tovandikicha. Jamoat namozi 5 vaqt namozning jamoat bilan o'qilishini demakchi. Juma namozi, yo'lovchi namozi, hayit namozlari, tarovih namozi, kesal namozi, sutilash namozi, kusuf namozi, xavf namozi, tahiyatul masjid namozi, chashgoh namozi, tahajjud namozi, tavob namozi, tavba namozi, istixora namozi, hojat namozi, jinoza namozi. Jamoat namozi. 395-savol. Jamoat namozi degan qanday namoz? Javob. Jamoat namozi farz, vojib va tarovih namozlarini imomning orqasida turib ado qilish demakdir. 396-savol. Jamoat namozining hukmi nima? Javob. Jamoat bilan namoz o'qish erlar uchun ta'kidlik sunnatdir. Jamoat bilan o'qigan namozning savobi o'z oldiga yolg'iz o'qigan namozdan 27 essa ortiq bo'ladiganligini payg'ambar alayhissalom bayon qilgan. 397-savol. Ayollarning jamoat bilan namoz o'qishi durustmi? Javob. Ayollarning jamoat bilan namoz o'qishi joiz bo'lib qolmasdan, balki to'limi yaxshidir. Ularmi jamoat bilan namoz o'qiganda erlarning erishgan savobiga o'xshash savobga erishadi. Chunki bolalarning tunji muallimlari bo'lgan onalar masjidlarda vaz nasihatlarni anglab, bolalarni islomiy ongda yaxshi tarbiyalash fursatiga ega bo'ladi. Masjidga berishning adablari. 398-savol. Masjidga berishning adablari qaysilar? Javob. Namoz o'qish uchun masjidga kelishning adablari tuvandikilar. 1. Kamtarlik bilan Alloh taolaning uyiga, "Ey Alloh, menga rahmat eshigingni ochqin" deb duo qilish bilan kirish. Imom Muslim rivoyati. 2. Masjidga kirganda o'ng put bilan kirish, chiqqanda so'l put bilan chiqish. 3. Masjidga kirgan aman o'ltirmasdan 2 rakat tahiyatul masjid namozi o'qish. Qaysi bir maqsad bilan kirgan kishimi o'qiydi. 4. Savobning ko'proq bo'lishi uchun masjidga salmoq qadam bilan berish. Chunki masjidga berish uchun olgan har bir qadamga ayrim savob yoziladi. 5. Jamoat bilan namoz boshlang'ichilik qibliga qarab o'ltirib, Alloh taolaning zikri bilan mashg'ul bo'lish. 6. Har qanday cho'ng-kichik gunohlar uchun tavbani yengalash. 7. Namozda turganda safni tuzash, bo'sh o'rinlarni to'ldirish. Namozda safni tuzash nihoyat muhimdir. 8. Namozga chiroyli kiyinib berish. İslam dini güzellik ve pokizlik dini bo'lganlikdan, o kishilarni hamisha madaniyatlik ve pokiz bo'lishga chaqiradi. Xususan, masjidga borganda kiyimlarni tuzab, alayda güzel yarışimli qaldı berish savobdir. 9. Masjiddan chiqishda, "Ey Alloh, gunohlarimni mag'firat qilgin, xatoliklarimni kechirgin, shaytonning sharridan saqlagin" deb duo qilish bilan chiqish. Ibn Majah rivoyati. İmamlık ve onun şartları. 399-savol. İmam degan kim? Cevap. İmam cemaatning oldida turib ularga namozni boshlab o'qib beradigan kishi demakdir. 400-savol.
İmamlıqning shartlari qaysilar? Javob. İmamlıqning shartlari tuvandikilar. Birinchi, imom bo'lgan kishining musulmon bo'lishi, ikkinchi, baliq, 12 yoshdan yuqori bo'lishi, uchinchi, aql, aql o'yishi joyida bo'lishi, to'rtinchi, bo'lishi, beshinchi, Qur'on suralarini yoda va to'g'ri o'qishni biladigan bo'lishi, oltinchi, o'zurlik, ko'p burni qanaydigan yoki suydigini tutolmaydigan bo'lmasligi shartdir. 401 savol. Ayollarning erlarga imom bo'lishi durustmi? Javob. Ayollarning erlarga imom bo'lishi durust emas. Bu ish payg'ambar alayhissalomning zamonidan kunimizga qadar birdek chekilinib kelgan ish bo'lib, hozirgi zamonning katta ulamolaridan doktor Yusuf al-Qardaviy ayollarning erlarga imom bo'lmasligining islom ulamolarining ijmo birdek ittifoqqa kelishi bilan keskinlashgan masala ekanligini so'zlaydi. 402 savol. Ayollar maxsus ayollar jamoatiga imom bo'lsa bo'lamdi? Javob. Ayollarning maxsus ayollardan tashkil topgan ayol jamoatiga imom bo'lishi durustdir. Hatto ayollarning jamoat bo'lib namoz o'qishi mustahab, savobli ishdan sanaladi. Ayollarga imom bo'lib namoz o'qigan ayol imom safning oldiga chiqmasdan birinchi safdagi ayollarning o'ttirisida turadi. Payg'ambar alayhissalomning ayollardan Oysha va Ummu Salama shundaqla ba'zi sahobiy ayollarning shunday qilganligi haqida hadislar kelgan. 403 savol. İmamlıqqa eng haqli bo'lgan kishilar kimlar? Javob. Jamoatning hammasi yoki ko'p qismi imomlikning shartlariga to'shqan bo'lib, hammasi o'xshash saviyada bo'lib qolganda, oldi bilan diniy masalalarni, xususan namoz ahkomlarini boshqalardan yaxshi biladigan, uningdan qolsa Qur'ondan ko'proq yodi biladigan va eng chiroyli ham to'g'ri qiroat qila oladigan, uningdan qolsa eng taqvodor bo'lgani, ondan axloqi go'zal bo'lgani, ondan yeshi cho'ng'aroq bo'lgani imomlikqa tanlanadi. 404 savol. Masjidning imomligiga haqli kishilar kim? Javob. Har qanday bir masjidning imomi shu masjidda imomlikqa boshqalardan haqlidir. Faqat davlat muftisi yoki shaharning cho'ng imomi boyada ulardan boshqalar imom bo'lolmaydi. Mufti yoki qozidan boshqa qaysi bir diniy amaldor yoki ulamo masjidning rasmiy imomining oldiga o'tib namoz o'qiy olmaydi. Faqat rasmiy imom ruxsat bergandila o'qiy oladi. Chunki rasmiy imom o'z masjidida imomlikqa ulardan haqliq albatta. 405 savol. Fikr eqimi boshqacha bo'lgan kishiga iqtido qilish durustmi? Javob. Islom ummatidan bo'lgan har xil mazhab, har xil jamoat va har xil toifa kishilarni ularning islom shariati rad qiladigan bid'at, dindan sanalmaydigan ishlarni sodir qilganligi yoki kufrlik doirasiga kirmaydigan darajadagi fikr eqimi sababli chetga qiqishga bo'lmaydi. Islom fiqhi va uning dalillari 2-tom 187-bet. Buningga asosan o'zi fosiq yoki bid'at ish qiladigan bo'lsa-mu, xususan jamoat qo'llagan imomga iqtido qilib namoz o'qisa bo'laveradi. Bu imomlikqa uningdan afzalroq bir kishi chiqmaganda shundoq bo'ladi. Imomga ergishishning shartlari. 406 savol. Imomga ergishishning, iqtido qilishning shartlari qaysilar? Javob. Imomga ergishishning shartlari tuvandikilar. 1. Imomga iqtido qilishni niyat qilish. Imomga iqtido qilmoqchi bo'lgan kishi namozni boshlashdan burun ham o'z namoziga, ham imomga iqtido qilishga niyat qilishi lozim. Masalan, shu vaqtning farzini o'qish uchun imomga iqtido qildim deganni ko'ngliga pukkanga o'xshash. 2. Imom bilan jamoat o'ttirisida ayollar sepi bo'lmasligi. 3. Jamoatning imomning orqasida turishi. 4. Imom bilan jamoat ayni namozning farzini o'qishi. 5. Jamoat imomni ko'ra olishi yoki hech bo'lmaganda ovozni anglay olishi. 6. O'zursiz holda imom bir binoda, jamoat boshqa bir binoda bo'lmasligi lozim. 7. Imom bilan jamoatning orasida qiyiq o'taligidek o'stang yoki g'arvu ma'aligidek yo'l bo'lmasligi. 8. Jamoat bir kishidan ko'p bo'lganda, imomning jamoatdan eng oz deganda 1 metr oldida turishi. Agar imomdan boshqa jamoat birli kishi bo'lsa, uning o'shqi imomning o'shqidan orqada turishi shart. 407 savol. Iqtido qilishga bo'lmaydigan kishilar qaysilar? Javob. Erning ayolga yoki kichik bolaga, o'zursiz kishining o'zurli kishiga,
olim va qorining namoz ahkomlarini bilmaydigan biriga iqtido qilishi joiz emas. Jamoat sepi va jamoatga ulgurish masalasi. 408-savol. Jamoat sepining tartibi qanday bo'ladi? Javob. İmamdan keyin avvalgi sapda erlar, ondan keyingi sapda bolalar, ondan xunsalar, ikki jinsliklar, eng oxirida ayollar sap bo'lib turadi. Ayollarning erlar bilan bir sapda turib namoz o'qishi joiz emas. 409-savol. Oldingi sapda turishning fazilati nima? Javob. Jamoat bilan namoz o'qiganda oldingi sapda turishga tirishish mustahab amallardan sanaladi. Chunki bunda qilishning savobi ko'p bo'ladi. 410-savol. Sapning orqasida yolg'iz turgan kishining namozi qanday bo'ladi? Javob. Islom fiqhshunoslari jamoat namozining eng oxirgi sepida o'zi yolg'iz turib, imomga iqtido qilgan kishining namozi qabul bo'lamdi yoki qabul bo'lmamdi degan masala ustida ixtiloflashgan. Hanafi mazhabidan boshqa mazhablarga ko'ra, bundaq kishining namozi durustdir. Yolg'iz qolmaslik uchun oldingi sapdan biror odamni yeniga tortib kelmasimi bo'ladi. 411-savol. Jamoat bo'lishning eng oz soni qancha? Javob. Jamoatning eng oz soni 2 bo'lib, biri imom, yana biri imomga iqtido qilgan kishidir. Ya'ni boshqa ko'p jamoat bo'lmagan yerda 2 odamning biri yana biriga imom bo'lib namoz o'qisa, ular jamoat bilan namoz o'qiganning savobini topadi. 412-savol. O'z oldiga farz namoz o'qiyotgan bir kishi bor joyda shu farz namozni jamoat bilan o'qish boshlansa, u kishi qanday qilish kerak? Javob. O'zi yolg'iz namozga boshlab, texi sajda qilmagan bo'lsa, namozni buzib, hamon jamoatga qo'shiladi. Agar bir qitim sajda qilingan bo'lsa, u vaqtda qarash kerak. O'qiyotgan namozi bomdod yoki sham namozi bo'lsa, namozni buzadi-da, imomga ergishadi. Agar bu namozlarning ikkinchi rakati uchun sajdaga bosh qo'ygan bo'lsa, namoz to'xtatilmaydi, tamomlanadi. Chunki bomdod namozidan keyin nafl namoz o'qishga bo'lmaganidek, 3 rakatlik namoz nafl qilib o'qilmaydi. Agar o'qiyotgan namoz peshin yoki asr namoziga o'xshash 4 rakatlik farz namoz bo'lsa, o'qilgan 1 rakatga yana 1 rakat qo'shib, 2 rakatni tamomlab, tahiyatni o'qib salom beradi va darhol imomga ergishadi. O'zi yolg'iz o'qigan 2 rakat namozi nafl namoz bo'lib hisoblanadi. 413-savol. Bomdod namozi jamoat bilan o'qilganda qanday qilish kerak? Javob. Bomdod namozi jamoat bilan o'qilayotganligini ko'rgan odam jamoatga ulgura oladiganligiga ko'zi yetsa, darhol bomdod namozining sunnatini o'qiydi. Sunnatni o'qishda xolisa vaqtni tejash uchun sana, ta'azzu bilan va bismillahlarni o'qimayli yolg'iz Fatiha surasini o'qiydi. Ruku bilan sajdalarda o'qiladigan tasbihlar Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Rabbiyal Alani bir qitimdan aytadi. Salomdan keyin darhol imomga moslashadi. Agar jamoatga ulgurdiganligiga zodi ko'zi yetmasa, sunnatni boshlamasdan imomga ergishadi. Chunki jamoat bilan namoz o'qishning savobi sunnat o'qishdan cho'ng. O'qiy olmagan bu sunnatning qazosini keyin kun chiqib bo'lganda o'qivasi bo'ladi. Agar o'qiyanmasa gunoh bo'lmaydi. 414-savol. Qanday kishi jamoatga yetishgan bo'ladi? Javob. Imom birinchi salomni berishdan burun jamoatga yetishib namozga qo'shilgan kishi, garchi boshdan imom bilan birga bo'lmagan bo'lsa-mu, jamoatga ulgurgan va jamoat bilan birlikda namoz o'qiganning savobini topadi. 415-savol. Qanday kishi rakatga ulgurgan bo'ladi? Javob. Imom rukudan beshini ko'tarishdan burun namozga boshlab, rukuga ulguradigan odam shu rakatga ulgurgan bo'ladi. Bu kishidan shu rakatning qiroati soqit bo'ladi. Jamoat bilan imomning ishlari. 416-savol. Qaysi ishlarni imom qilmasa jamoatmi qilmaydi? Javob. Tuvandikilarni imom qilmasa jamoatmi qilmaydi. 1. Taravih namozining oxirgi rakatida imom qunut duosini o'qishni unutib qilib, ruku qilsa, jamoatmi o'qimasdan ruku qiladi. 2. Imom sajda sahvi qilmasa jamoatmi qilmaydi. 3. Imom tilovat sajdasi qilmasa jamoatmi qilmaydi. 4. Imom hit namozlarining ortiq takbirlarini aytmasa jamoatmi aytmaydi. 5. Imom 4 rakatlik namozning 2 rakatida o'ltirmasa jamoatmi o'ltirmaydi.
417 savol. Qaysi ishlarni imom qilsa jamoat qilmaydi? Javob. Tuvandikilarni imom qilsa jamoat qilmaydi. Birinchi. İmam cinaze namazlarida 4 dan ortiq takbir etsa jamoat etmaydi. Ikkinchi. İmam hit namazlarının qiyamida turishida bir rakatda 3 dan ortiq takbir etsa jamoat etmaydi. Uchinchi. İmam xatolashganlikdan namazning oxirgi rakatida o'ltirmasdan yana bir rakatda turib ketsa jamoat turmaydi. Balki imomni kutadi. Jamoat bu orada gelni qarish yoki subhanalloh deyish orqali imomni ogohlantirishimi bo'ladi. Agar imom jamoatning ogohlantirishini bilib o'ltirsa, bu namoz durustdir. Oxirida sajda sahvi qilish kerak bo'ladi. Agar imom shu turg'inicha qaytmasdan bu ortiq rakatning sajdasini qilgan bo'lsa, jamoat imomga agashmasdan o'z oldiga salom berib namozdan chiqadi. Agar imom xatolashganda, jamoatmi imom bilan birga turib ortiq rakatning sajdasini qilgan bo'lsa, bu vaqtda imom bilan jamoat hammasining namozi buziladi. Namozni qayta o'qishga to'g'ri keladi. 4. İmam 2 dan ortiq sajda qilsa jamoat qilmaydi. 418 savol. Qaysi ishlarni imom qilmasimi jamoat qiladi? Javob. Tuvandikilarni imom qilmasimi jamoat qiladi. 1. Namozga boshlash takbirlarida qo'llarni ko'tarish. 2. Sana o'qish. 3. Rukuga egilishda takbir etish. 4. Sajdalarga borganda va uningdan turganda takbir etish. 5. Ruku va sajdalarda tasbih etish. 6. İmam Sami Allahu liman hamida demasimi jamoat Rabbana va lakal hamdu deyish. 7. At-tahiyatu duosini boshqa durud va duolar bilan to'liq o'qish. 8. Namozdan keyin salom berish. 9. Qurbon hayitining tashriq takbirlarini aytish.